Assalomu alaykum hamqishloqlar. Biz shu xayriya ishimizni boshlamasdan oldin shu Bekzod ukamiz bilan birga bozorga, Ashrof bozoriga keldik. Shu xayriya ishini boshlashdan oldin shu Bekzodbek bilan zavodda bo'lib kiyim-kechaklar polni kiydirib nima qilamiz? Hammalar polni kiydiramiz yangi anjomni. Va yana bir ikkita xo'jaliklarga shu Bekzod bilan birgalikda shu produktlarni tarqatishga bugun biz Ashrof bozoriga keldik. Shu Saxovat Pisha aka-ukalarimiz sizlarga hammalaringga katta rahmat, shunchalik podдержка qilib bizlarga yordam berib turganlaringga. O'tgan yilgi xayriya ishlarimizda Bekzod Astianni yonimda turib, qabristonlarni, xiyobonlarni, boshqa ishlarni qilgan bo'lsa, shu Astianni mana shu bola yonimda turib, oxirigacha yonimda turdida, qo'lidan kelgancha o'zini hissasini qo'shdi. Shu yil biz niyat qildik, shu ishni boshlamasdan oldin shu Bekzodga boshdan oyoq kiyim qilishga. Va qolgan bir ikkita xo'jaliklarga mana aytib o'tganimdek, qo'limizdan kelguncha tashkiliy qilib, mana ertadan Xudo xolasa ishimizni boshlaymiz. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, Saxovat Pisha akalarimizga bardamlik, hamisha mana Saxovat Pisha akalarimiz ko'payaversin, bizga podдержка qilib turaversin.